Nimalar deyapsan o'zing betofiq ovsar turqinga bir qarasangchi. So'tak. Albatta hammasi hazil do'stlar. Assalomu alaykum. Neptune Brawl Stars kanali. Bugungi videomizda men sizlarga qanday qilib Kaput Pro'ni tekinga olishni o'rgatib o'taman. Xo'sh, dastlab bizga Tempmail, VPN va Kaputning o'zi kerak bo'ladi. Va birinchi bo'lib Telegramdan Neptune BC deb qidirishingiz kerak va birinchi chiqqan kanalga obuna bo'lishingiz kerak va mana shu Tempmail va Kaputni skachat qiling. So'ng bundan chiqing va Tempmailga kiring va copy to clipboardni bosib copyright qiling va Google Chrome browserga kiring. So'ng CapCut Sign In deb qidiring. Va birinchi chiqqan saytning ustiga bosing. Biroz kuting va pastiga boya copyright qilgan emailingizni joylashtiring va pastdagi tugmani bosing va bu joyga o'zingiz istagan kodingizni yozing. Misol uchun men 1 dan 8 gacha yozaman, lekin buni unutmang. Yozib ko'kdan bosing va mana shunday istagan soningizni yozib qo'yishingiz mumkin. Va yana ko'k tugmani bosasiz va bundan chiqib keting. Undan so'ng Tempmailga kiring, pastdan inbox deb yozilgan tugmani ustiga bosing va tepada bizga Kaputdan kod kelgan. Bu kodni biz copyright qilishimiz kerak va boyagi saytga kirib bu kodni yozamiz va o'zi avtomatik ishlab ketadi. Endi buni bizga keragi ham yo'q. Bularni qilib bo'lganingizdan so'ng sizga VPN kerak bo'ladi. Istalgan VPN ni ishlatishingiz mumkin. Misol uchun men Secure VPN ni ishlatmoqchiman va buni Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. VPN ni ishlatgandan so'ng Telegram kanalimizda yuklab bo'lgan Kaputingizga kiring va pastda Me deb yozib qo'ygan bo'limga o'ting va Business Creator rejimini yoqing. So'ng yana shunga kirasiz, X ni bosing va tepada tugma bor. Tap to Sign In ni bosasiz va pastda Sign with Email ni bosib tepaga eng birinchi videoni boshida copyright qilgan emailni yozib, keyin o'zimiz 1 dan 8 gacha kod qo'ydik, o'sha kodni yozasiz va mana bu ko'k yozuvni ustiga bosasiz. Qarabsizki tayyor. Endi esa sizlarga isbotlab ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, hammasi ishlayapti. Bitta ham ishlamayotgan narsa yo'q. Internetingiz yaxshi bo'lsa tezroq ishlaydi va meni telefonim ham hech qanaqa bizda esa telefonlardan emas, shunchaki oddiy telefon mana ishlayapti. Demak, sizlarda ham 99% emas, 100% ishlaydi. Agar xuddi men qilgandek qilsangiz. Va video sizga yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang. Aksincha bu videoni yasash uchun mening 5 soat vaqtim ketdi. Shunga yarasha qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman.